Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki suyumluk Şarq Türkistonlik qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men bugun Turkiyadagi bütün qarindoshlarım uchun bir xushallik xabar yetkazmoqchi. İnşallah yana 1500 Uyg'urga, ya'ni Şarq Turkistonlikqa Allah nasib qilsa vatandoshlik uchun o'nay keldi. Ya'ni 1500 qarindoshimizga oldimizga tortib qushlar keladi. Ondan keyin vatandaşlıkları çıkışa başlaydı. Bu qarindoshlarımga mübarek olsun deyman. Sevimli qarindoshlarimiz, qo'lchi qirg'inchiligi o'tib ketdi. Ya'ni yil dönümü o'tib ketdi. Ammo lekin qo'lchidagi shehid bo'lgan, ham otish borida shehid bo'lgan, ham vatanimiz Sharq Turkistonning 16 shahrida shehid bo'lgan bütün shehidlarimizdanki qon qisosi unutilmaydi, o'tib ketmaydi. Ularning intiqomini elish, ularning qon qisosini elish, men Sharq Turkistonlik degan, men musulmon degan, men Uyg'ur degan bütün Sharq Turkistonlikningki qon jon burchidir. İnşallah. Vatanimiz Sharq Turkistonda tajovuzchi Xitoylar tarafidan shehid qilingan bütün shehidlarimizningki qon qisos uchun. Vatanimiz Sharq Turkistonda turma lagerlarda yetayotgan bütün qarindoshlarimizni qutqizish uchun hammamiz birlikda harakatga o'tib ketaylik. Suyumlu qarindoshlarimiz, yaqinda turlarda tajovuzchi Xitoylarning top şekilde Uyg'ur qiz ayollarga zina qilganligi taqidi. Biz vatandagi zulmni, o'lja qirg'inchiligi munosabati bilan Turkiyada Oq partiya, Milliyetçi partiya va nurg'un partiyalarni ziyorat qildik. Mana shu partiyalarda, mana shu ayvon anlatimizda, ya'ni Uyg'ur ayollarimizga Xitoy kafirlarininki top bilan zina qilganligini deyishga tilimiz ve ağzımız bağmadı. Şu sebepten bunu diyemedik. Bu intayin insan kötürep bulanmaydıgan acayip bir açık bir kısmet qarindoshlar. Biz bu qarindoshlarımızın kan can kısasını anmaya turup Allah Teala'nın dergahına verip cennetga kirishga şahsen mening hem bütün muhaciretdeki Uyg'ur yaşlarımızdan küz yetmeydi deb o'ylayman. Biz bu intiqomni almay, vatanimiz Sharq Turkistonni mustaqil qilmay turib, Allah bizden canimizni almasın. Suyumlu qarindoshlarimiz, necha kunlardan beri tor internetlerde bo'lgan fitnalar bo'ldi. Bizniki bu fitnalarga hech qanday bir nimamiz yo'q. Chunki ba'zi bir aqlli qarindoshlarimizningimi gunoh kirib qilishidan ansirayman, ham bularga xato yaqubal tegib qilishimdan ansirayman. Shuning uchun xatosiga xalqim javob bersin dedim. Suyumlu qarindoshlar, bütün tor internetlerde bo'layotgan bu bizga qilinayotgan töhfat shaxsan men qilinayotgan töhfat emas qarindoshlar. Biz özümüzge hem birimizge işineyli. Bu qanda iştigen vaktimizde bu Türkiye'deki bütün Uygurlarının vatandaşlık işe toşqulluq qilish. Mana şu maqsadda biz bir reis ulaştırmamız bilan Türkiye devletiga Uygur qarindoshlarımızın vatandaşlık için tizimlatgan narsalarini bergechga, bular uchur kelib vatandaşlıkka chiqishga boshlaganligi uchun mana shu ishni to'sash uchun avval meni Turkiyada obro'yimni to'kash ham tilimga sulashni nishon qildi. İnşallah nişana yetemedi hem yetemeydi. Yani bir mesele olsa ne mi diye vaktimiz qarindoshlar, biz Türkiye'de türemede bir günah yatkan qarindoshlarni chiqarganligimiz uchun, bundan birini belki chiqarayotganligimiz uchun, Türkiye'nin yuqori qatlam, tuvan qatlamga o'zimizni tunishtira olganligimiz uchun, Türkiye'de türemede yatkan kişilerini sulatkan kişiler o'zininki gunohini yo'gesh uchun, meniki bir Xitoyning haqiqiy jastin sulatganligimni bana qıptırıp, üzerinin kalbini bizi keylemek istiyorlar. Ahiri üzerinin tili bilen, üzerininki sözü bilen bunu aşkarlap koydu. Hem bütün halk aleminin adı da resva oldu. Xuddi burun vatandaşlık için pul ağam, halkımızın pul ağam, halkımızın Xitayla bizninki iqtisadımızda bulantalan qiyğını aşkar geldik. Muhacirette vatandaşlık banası bilen qarindoshlarimizni iqtisadiga tajovuz qilganligi öz ağzı bilen özü aşkarı qilganga o'xshash, mana bular Türkiye'de Uygurlarni begunoh sulatganligini öz ağzı bilen özü aşkarı qildi. Allah şahit olsun. Buna xalqimiz şahit oldu. Mana maqsad nima? Türkiye'de yine begunoh yetayotgan Uygurlarni Abduveli Buğra yandırıp chiqmasin, ular turmaga yetaversin yoki Xitoyga yo'llaversin degan maqsad nishona bo'lganligi uchun mana nishona tuzib Abduveli Buğrani turmaga sulatsak ya xalq nazaridan tushirsak, Türkiye'de ne Uygurlar vatandaşlık kılalaydı, ne Türkiye'de Uygurlar çıkalaydı, Türkiye'deki bütün davaga buzg'unchilik kılalayımız degan nişan kıldı. Çünkü
Bu yıl İçki İşler Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına asaslangan vaqtimizda Türkiye'de yanıdan çıkan kanunga asasen Türkiye'de hiç kandak derneklinki xalq nomidan iqtisod to'plashga, mal to'plashga hem bazı faoliyatlariga cheklama qo'yildi. Yuqori qatlamlarning qilishiga yo'l qo'yildi. Hatto mana shu Turkiyadagi Uyg'urlarni chiqarish vatandoshlik masalasidami bizningki so'zimiz, tamg'imiz ham bizning guvohligimiz bo'lmasa bo'lmaydiganligini butun xalqimiz asta-asta tunib yetdi. Shuning uchun meni yiqitishyosa Sharq Turkiston mustaqillik yo'li qo'yilgan bir qiltaq ham bir tash. Meni Turkiyaga sultishyosa Turkiyadagi Sharq Turkiston davosining yuqori maqomini tuyaga tushirman da'vatgan bir uyon qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlarimiz men Turkiyada turmuga usulangan, shu turmada begona yotgan qarindoshimizningki bugungi men bilan bo'lgan telefon aloqasini hammaga anglatmoqchiman. Qaranglar qarindoshlar. Bu qarindoshimiz deydi ki, bizleri çıkarış için fakat sizin olan gücünüz yetir ki, dernek derneklik desek hiç qanday faydası yokken, Türkiye devleti bunu itiraf qilmaydigan deb öz ağzı bilan Türkiye'de ben qilish go'jidasiyan turmusini turib bizga qilgan telefon qarindoshlar. Sakşa dedim ha. Ya bu şey kanlar çoğunu bilen. Başta burada SS. Bir arkadaş. Bir arkadaş ne yapar ya? İstanbul'dan var bir arkadaş geliyor. İstanbul'un bir arkadaşlar. Neçeden var şeyde Uygur'da? 6 aydan bak. Allah asırlık var soracağım. Amin. Sınav aileniz var mı? Ayal ballarınız teşeler yok mu? Evet ailelik ya. Sizge bir deydigan tavsiyesi yok ya. Bize böyle bir vasılan bağlanma göre başka olur da. Mesela bir ay şikayet etsen misali. Senin aile bulamış Ankara'ya kelse aşıla. Aşının bir kültüre basan başlarına yana açıyor. Bağlanma yoldaşları tırmıklıklı değil ekminde hükümet iftiralı böyle. Aşın çıkarışka yardım kılanı desem bu yaman istiklal tutuyor. Bir hep 10 gün sürüp sürmeyelim. Çünkü biz bunun aldığında bu ailesi hoşlanma kararında çilip gitti. Biz şunu ailesini ekelip Türkiye, Ankara'da çoğunluğu ülkede işte şarkılık çıkardık emez mi? Muş usul sana istikçi gideceğine yakşı. Yine bu yolu bana biz mimavatımız materyalını beğendik hatta açık işler bakanı şu yolladı. Ama anında mesela birazcık katılıp gittiğinde şu ailenin gelip ayal balları öz gücüyle köygendeki manku yaptıranlar gibi bir boru bulanlar bulduğu işçi abi. Bu şimdi adarak bedel türlüsek mi? Ayal ballığı desemezseniz ayalından boğan boğasa altısına yani başka olsa başka bizim ailesi gelse ben böyle şunu başlayıp çıldığa yer açarı şarkılık iştirak yandırıp açık alaymasın inşallah. Oldu inşallah. O sen ne mi sebepten suladı? Mesela ne mi dedi? Sen de şu bir yerde hayatına hiç kasmadığını çok asasen tepkiçimizde şu övgü kırkaç gittiğini bana. Samet'in şortuma satılıp olmalı çok ifadelerine de girip karakolda yapışanmayla bir şey yapmak işte bana. Şu bir yere getirip ya bunayın bana bakın diye otel de böyle yaptı. Senden da kumandanın yok mu? Mesela ya bunu aldı biraz karşılaşıp kala ya ki bir dernek başlık ya falanı falan ya bir falanı sınavından tülbet kadar sulu etken hani kumanı yok mu? Hiç kalsanın ben de hiç kalsanın ben de duman yok. Zaten neymiş kim sıvat kalımımızı bilmem yüzünü bu yerimiz. Yani neyim sebepten şekil anlam bilmeyesiyle. Çok acayip işte bu. Mesela hiç kalsı balla diyemeden mesela beni falanı sultu ettim ki de bir kuman yok mu ki hiç kanlığının ki? Yok kumanı balla benim kumanı yok hiç kalmak ya. Hiç de bilmeyelikten ha. Küçük adam şu kuçu var çekede içtik yaşlı olsun. Siz bir soruşturun hem bu amalı ailesi gelsin mi Ankara'ya gelme o çakıştıklarım açık alayım Allah nasip etse. Bulduk arkadaşlar. Ben yatırılan tamam hemen uğurlaştırma onu da katıracağım bu olsa. Bulduk inşallah. Bulduk Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Suyumlu qarindoshlarimiz sizlar bu ovozdan hamman angladinglar. Deydi ki aşağıdaki yuqori başlıqlar debdi. Yani Türkiye'ninki Göcedarisining başlıqları o dernek faydası yok. Onun qo'ldan yetish kelmaydi. Ankara'da yuqori bilan, ya'ni biz bilan kurashishni talab qildi. Suyumli qarindoshlar,
Ana biz bu qarindoshlarni bundan keyin chiqaramiz inshaalloh. Biz chiqargandan keyin ba'zilarni chiqarayki biz chiqardik, biz yo'lmandik deydi. Biz buni jiq yaşadık. Bundan burunmu nurgulgan qarindoshlarni Hatay, Aydın, Ankara, nurgul türmelerin qarindoshlarni chiqargan bo'ldik. Ammo hech kimdan bir pun talab qilmadik. Shu qarindoshlar türmeden chiqqan bilan uni chiqardik deydiganlar ko'p bo'ldi. Hatto Atatürk aydronida Tayland, Malayziyadan kelgan qarindoshlarni chiqargan bo'ldik. Hem Atatürk aydronini Xitoyga yo'l soldi deganlarni ham hurmatli davlat boshchisiga deyish orqali chiqargan bo'ldik. Hani buna da nima chiqadi? Demak, bundan keyin dernek, pernekni hech qanday itaverganmaydiganligi chiqadi. Chunki dernek 7 odam bilan qurilgan bir tashkilot. O'zining xotin bola va o'rin tuqqanlar bilan, mujdi bilan qurollaydi. Ammo bir davlat, Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan bir davlat, bu davlat raisi bo'lgan odam xalqning saylan bilan chiqadi, xalqning saylan bilan bo'ladi, xalqning qo'llashi bilan mangadi. Xalq qo'llamasa, bu xalq qo'llab, o'ylayverib avazları reis qilib qo'ysam, usul qo'llamiz yana shu oxirigacha qo'g'damizchi bu yo'ldan olmaydi. Suyimli qarindoshlarimiz, biz inshaalloh bu qarindoshlarni chiqaramiz. Mana bu shunga o'xshash Turkiyaning nerede ayna turmida yetib qolgan qarindoshlar bo'lsa, oila tavabati bo'lsa, Anqaraga kelsa, biz buning yo'lini inshaalloh chuqur mangamiz. Mana bizning yo'limizni tutsash. Mana bu yo'lning yo'lini mangmasin, turmida yetiversin, Uyg'urning vatandoshlik yo'lini mangmasin, vatandoshlik qiliversin, Uyg'ur vatandoshlik qozonmasin deb qilayotgan hujum. Shuning uchun men xalqimdan bir narsa talab qilaman. Vatandoshlik uchun bir pon talab qilmayman. Bu turmida chiqarish uchun bir pon talab qilmayman. Faqat talab qiladiganimiz o'zimizning vataniga ham davosiga chiqaylik. Mana demayman, shaxsiyatimni demayman. Lekin biz bu Turkiyada xalqimiz tarafidan saylanib chiqqan bir reis. Ba'zilar qabul qilsin va mayli ba'zilar qabul qilmasin. Bundan burun mayli tashkilot dernek bo'lsin, hech qarshi bizchilik necha oy burun chaqiriq qilib turib, xalqni yig'ib turib, Uyg'urlar eng jiq bo'lgan yerda butun ishni echib etib, echib turib saylan qilib bakmagan. Qildik deydiganlar bo'lsa, o'ttirga chiqsa bo'lsa, o'ttirga chiqsin, maşallah deymiz. İnşallah yani 4 yıldan keyin bu saylan buludu. Biz bu saylan bo'yicha mangamiz qarindoshlar. Allah nasib qilsa. Deydiganimiz da'voga chiqaylik qarindoshlar. Bu to'rlardagi hujum men qilingan hujum emas, da'voyimizga qilinayotgan hujum. Uyg'ur vatandoshlik chiqayotgan qarindoshlar vatandoshlik chiqmasikin deb qilinayotgan hujum. Turkiya turimiz yetayotgan qarindoshlar turmada qo'yib berilmasikin deb qilinayotgan hujum. Buni Turkiya davlati bilib yetdi. Ammo Uyg'ur xalqimizning buni bilib yetishi intayin muhim qarindoshlar. Shuning uchun oxir deyilganim, suyimli qarindoshlarimiz, biz bir-birimizga chiqaylik. Menga ba'zi bir telefonlar keldi, tak-tuk dedilar, yomon og'zi buzuq, sat gap, anani ochgan tillagan gaplar bo'ldi. Hemen telefonni qo'yib yetdi. Chunki men onunla qarshi og'zini bussamla, shuni hemen to'rda taqitdi, reis munda bo'landi deb namsiz odamlar. Hatto o'zini videoga taqitdi, surati yo'q, resmi yo'q, yo'lda menayotgan mashinasini oldim taqitib qo'yganlar. Qarindoshlar, tajovuzchi Xitoylar hatto Saudiyadik, Dubaydik, Misrdik devletning zo'ntonlarini pul sotib oldi. Uning oldida hayotini ko'rib boqmagan bir manqi o'zini advokat degan bir kishiga ishondik. Alloh saqlasin. Biz bir-birimizga ishonaylik qarindoshlar. Bir advokatni sotib olish, bir ko'chaning luchkini sotib olish bu Xitoy va munofiqlar uchun hech qancha emas suyimli qarindoshlarimiz. Biz nurg'unlagan ba'zi munofiqlarni bilamiz Turkiyada, texicha demadik. Oshkorlamadik. Turkiya davlatiga dedik. Ammo xalqimizga demadik. Nima uchun? Chunki ba'zilar xalqimiz bilmay, hurmatlaydigan, ba'zilar xalqimiz bilmay cho'ng bildigan kishilar. Chunki biz bir Xitoyning jasus talab bo'lib qilib xalqimizning bizga qarshi kelishini xohlamaymiz. Shular bizga oshkora hujum qilib, oshkora o'ttirib chiqqan vaqtida biz ularga rahim qilmaymiz. Xuddi bundan burunlar rahim qilmagan o'xshash. Bundan keyin menga qarshi kim gap qilsa, men unga javob qaytarmayman. Ammo lekin bu shu ba'zi dernek boshlig'i, tashkilot bosh aqsh ko'kchi bo'lib, ashalarninki munofiqligi, jasusligi, xoinligi, Turkiyada Uyg'urni begunoh sulatganligi oid delil isbotlab qo'lama kip qolsa, men uni oshkorladim bundan burunmi, bundan keyin oshkorlayman. Kim bu juda qat'iy nazar, hatto tuqquni bo'lib qolsa-mi, jutun bo'lib qolsa-mi, xoin deyman, dushman deyman, to'g'ri deyman, xato deyman qarindoshlar. Ammo uningga qarshi gipovoz o'zi qo'ysin. Turkiya davlatining Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'daki o'g'il bormi? Bir partiya boshlig'i milletvekili qarshi gap kelsa, kursiga chiqib turib, butun xalq 83 million xalqning oldida ma'lum gap menga to'kmat, ma'lum iftiroma xato deydi. Ammo ba'zi gaplar bo'lsa javob qaytarmaydi. Shuningga o'xshash vijdoni bo'lsa, iymoni bo'lsa, insof bo'lsa, jurki bo'lsa, men kimni bir nima degan bo'lsam, chiqib o'zini aqlasin. Mening falon yerim yoki mening balam Zeytun burun turmida yatmagan,
Xitaydan qaçaq haram mal ekkenmegen, ekkeldi dedin desin. Desin ki, men hiç qanday Türkiye Uyghur sulatmagan, dep oturga çıkarırsın. Sulatqanlık aşkara, 10-20 adam şahit, bütün xalq şahit. Desin ki, mana bizga oturga çıkıp diyersin, naço olsa. Yok, mening enim Xitayga barmagan desin. Biz dava qilishdan burun qilishdi dep baqsin. Ammo dava qilgandan keyingi ishlar Xitayga barganligi, mavjusi kafirning oldiga tushib kelasin, yolg'on dep baqsin. Qarindoshlar, ana mavjusi kafirga Vatan Partiyasining boshlig'i, ya'ni Do'pirinchik degan şu munofiq, şu Xitoyning g'olchisi qanday bo'lsa, ana shu mavjudiyning oldida bejon resimga tushgan odam o'pmi o'xshash. Bu o'yinga tushmaydi. Biz Turkiyada bu ya'niki ba'zi bu Xitoyga yalaqchilik qilgan kishilar qish va urushib uyan kino ko'rib yursak, avval Xi Jinping kafir vatanni qarindoshlarni tugutib bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun biz birinchi nishonimiz udul ana shu Xi kafir olsun. Tajavuzcan Xi Xitoyninki ana shu Xi kafir olsun. Deylik-ki xalqimiz saylab chiqqan bizdek Sharq Turkiston reis bo'lgan bir odamni itiraf qilmayman da'vatgan ishki ishtal munofiq, ishki ishtal nomsiz, ismsiz kishilarning keyini juymay, hammamiz deyli meydimizga kelib turib, biz Sharq Turkistonlik, Şinjanlik emas. Biz Sharq Turkistonni Xi kafirni reis deb itiraf qilmaymiz. Bizning reisimiz var deyli qarindoshlar. Bizning bayrog'imiz var deyli. Bizning vatanimiz var deyli. Bizning iymonimiz var deyli. Bizning davoyimiz var deyli. Turmalarda bizning begona yatgan qarindoshlarimiz var deyli. Ba'zilar dediki, Ankara'da Xitoy Konstitutsiyasining oldida namoyish o'tkazib berib qo'yam. Nechayam talab, tamam. Albatta boramiz. Lekin men vatanim Sharq Turkistonning bayrog'ini qo'lda ko'tarmay turib, qo'lda bayroq yo'q, Sharq Turkistonning bayrog'i yo'q, bir qo'l yashar davlatning bayrog'i yo'q, qilingan hech qanday namoyishga, hech qanday faoliyatga qatnashmayman qarindoshlar. Nima uchun? Chunki bizning davosimiz ona dada davosi emas. Vatanda hammamizning oilasida zulm ko'rganlar bor. Mening cho'ng qilgan cho'ng dadamni Xitoy turmusida shahid qilingan qarindoshlar. Hatto namozlarim tushigul qo'ymag'lar. Mening ustozim Muhammad Salih Damullamni tajovuzchi Xitoylar shu turmida shahid qilib o'tdi. Mening ham fanni o'zimizniki ziyoli ustozimiz Mirzoyev Karamni Xitoy turmida shahid qilib o'tdi. Tamam, shunning rasmlarini ko'tarib chiqqichiligimiz bor. Ammo lekin Sharq Turkistonning bayrog'i bo'lmagan yerga men chiqmayman. To'g'ri shunlarni umid qilaman qarindoshlar. U yer chiqqan butun qarindoshlarning qilgani xato demayman. To'g'rimi demayman. Nima? Ammo lekin men u yerda bo'lsam bo'lmaydi. Xalqimiz bo'lsin, men ota-onam desin, ammo biz ota-onam desak bo'lmaydi. Bizning oilamiz bu yerda, ayol bolalarimiz bu yerda, biz uchun qilgan cho'g'larimizni kafil o'ttirib o'tdi. Bizning oila dardimiz yo'q, vatan dardimiz bor. Vatandagi 35 million xalq, butun Sharq Turkiston mening cho'ng oilam. Aşağıdaki bütün ayol balalar mening onam, ocham, singlim, ukam. Bütün çoğunlar erler, akam mening dadamga o'xshash, sizlarning dadanglar mening dadam, akanglar akam, ininglar inim. Bütün Sharq Turkiston davlat uchun biz temsil qilamiz. Bütün Sharq Turkistondagi bayrog'i bo'lmagan yerda biz bo'lmaymiz. Bütün Sharq Turkistonning davosi bor yerda biz bo'lamiz. Shuning uchun bütün qarindoshlarimni to'g'ri tushunishini, men Anqara konsekvenbada menda reyim bo'lmasligini, ko'ndareyin bo'lmasligini umid qilaman. Bizning qalbimiz, hayotimiz, jismimiz har vaqt xalqimiz bilan birlikda. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Alloh hammamizga birlik, barobarlik ato qilsin. Alloh bir kun bo'lsin burun mustaqil bo'lishimizni nasib qilsin. Eng oxirgi deydiganimiz qarindoshlar, eng oxirgi bosqichda tajovuzchi Xitoylarningki to'pi bilan o'yin gemisining birlashib Osiyoda Uyg'ur ayollarga zina qilayotganligini hammalar unutib qolmadi qarindoshlar. Aşı silahını uyanın herkese bilen bir kuşak arsana olur. Hop boşlar. Aşağı zina uçuk Allah. Herkes benim aşamda kılmadı. Benim sananın beşik yemede koyulmanı karındaşlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hepsini ağızlık hediye kılana karındaşlar. Meşrikteki bir Müslüman zulüm köse, Mağrib'teki bir Müslüman zulüm köken okşaşları karındaşlar. Demek Şarkı Türkistan'da bir ayalgı tacavuz, Xitayla tacavuz kıygan bolsa, bu Saudi'deki bir Arap kızıga, Mısır'daki bir Arap kızıga, ya ki bulmasa dünyanın o bir çekirge bir Müslüman'a, meyli Türkiye'deki bir Türk kızısına arkamdan okşaş kırındaşlar. Demek şu tacavuzcu Xitay kafirleri, Türkiye'nin düşmanı, Saudi Arabistan'ın, Dubai'nin, meyli Mısır'ın, dünyanın hem yerdeki meyli İslam devleti, meyli İslam bilirken Hristiyan, Yahudi, Nasara, meyli Rusya'nın tatip, bütün dünyanın Avrupa'nın düşmanı kırındaşlar.
Çünkü Xitay bu virüsü bütün dünyaya tarqatdı. Dünyada soykırımını. Vatanimizde milliy qirg'inchilik ham bo'layotgan Turkistonda hozir virus orqali dunyoda milliy qirg'inchilik yapadi. Maqsad nima? Dunyoning iqtisodiy odam kuchini ojizlatib, o'zicha dunyoga hujum qilmoqchi, hammaning ustiga chiqmoqchi. Biz buni butun dunyoga anglataylik qarindoshlar. Biz buni cho'qim butun dunyoga anglataylik. Oxirat deydiganim yana qarindoshlar, Xitoy bilan almashliqni butun dunyoga qattiq tashviq qilaydi. Chunki qanchaki Xitoy boy bo'lsa, qancha pul topsa, vatanimizda şu lagerlarda Uyg'urlar shuncha ko'p haqsiz ishlatadi, lagerlarga sulutib, shu chiritib, o'tirib yo'q qiladi. Xitoyning fabrikalari, shirkatlari vayron bo'lsa, bu yerda Uyg'urlar ishlaydigan fabrika zavod qolmaydi. Inshaalloh turma lagerda qarindoshlar bo'lsa, rahat bo'lib qilishi mumkin. Oxirat deydiganimiz yana vatanimiz qurolsiz, amaliy harakatsiz mustaqil bo'lmaydi. Mana biz mushu yo'lni mengayotqachqa tajovuzchi Xitoylar, Uyg'urlar kelib bizga qurol etib qolmasin yoki Hindistonning, Qozog'istonning, Tojikistonning, Pokistonning bizga chegaradosh bo'lgan davlatlarning kelib bizga amaliy harakat qilib qolmasin deb tajovuzchi Xitoy kafirlar bo'lib, shu Xitoy kichiklayotdi. Shuning uchun bevosita bizga hujum qilyotdi. Buni Turkiyadek bir siyosat bilgan go'zal davlat bilyotdi. Turk xalqi bilyotdi. Maalesef içimizdeki bazı bir nadan cahillerimiz bilinmeyotdu. Hammalarni uyg'onishga, o'ylanishga, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun amaliy harakat qilishga chaqiriq qilaman. Qarindoshlar, ba'zilar deydi Abduvali bu nereden pulni olyapti ko'kshi bu gap jiqta qildi. Mening o'sha ishxonamniki ham uyamning ijarasini ben 6 kun bo'ldi aynan bir yil qarindoshlar. Biz ijarani to'layolmaydigan holat kelib qoldik. Bundan burun kim bərdi? Tuqqanlarımız, dostlarımız, vatanımızın bilgenlerimiz, bu davat qo'llaganlarimiz destek verdi. Biz hiç kaçan vatandaşlık, nüfus, çıkarış, akçı, kökçü davatı hiç kimden pul almadık. Bizge Allah yolda vatan, millet davası için cennetin yanını pida kıyğanlar verdi. Mana moşandaq tökmet iftiralar varsa, Uygurlar türümü sultuvatı davası mı? Şu türümü yatkan qarindoshlar bizden birden bir ümidimizsiz. Allah rızası için bizi türmeden çıkaran da telefon kılavatır qarindoshlar. Hak ilgili sunmaydı. Tökmet hamana tökmet oludu. Bir qaralık açılmaydigan sıra yok qarindoshlar. Şunun için biz en mühimi bir-birimizga işengen asasda, bütün dünyadaki Uygurlar bir-birimizni qo'llagan asasda vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi, şu turmalarga yetayotgan şu qizlarimizniki iffat nomusini qo'g'dash uchun harakat qilaylik. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.